Farzandingiz kechasi ho'llab qo'yaveryaptimi? 5 yoshgacha bu normal holat. Lekin 6 yoshdan keyin ham davom etsa, bu shunchaki odat emas, balki muammo bo'lishi mumkin. 5 yoshgacha bolalarni ho'llab qo'yish tabiiy jarayon. Chunki ularni siylikni nazorat qilish tizimi hali to'liq shakllanmagan. Lekin 5 yoshdan keyin ham bola haftasiga 2-3 martadan ko'p ho'llab qo'ysa, bu tibbiy muammo bo'lishi mumkin. Agar bola kunduzi ham siydik tuta olmasa, bu alomatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Enurex sabablari: genetik omil. Agar ota-onada ham bo'lgan bo'lsa, bola irsiy ravishda enurezga moyil bo'lishi mumkin. Asab tizimining yetilmaganligi. Bola siydik faga signaliga javob berishni hali yaxshi o'rganmagan bo'lishi mumkin. Psixologik stress. Maktab, bog'cha yoki oiladagi o'zgarishlar ham sabab bo'lishi mumkin. Siydik yo'llari infeksiyasi yoki nevrologik kasalliklar. Eng muhimi, enurez bolaning aybi emas. Uni urish yoki uyaltirish emas, balki to'g'ri yondashish kerak. Keyingi videoda enurezni davolash usullari haqida gaplashamiz.